Voy, oyi nima qilyapsiz? Bering, o'zim yuvib beraman. Qoch, o'zimni kirimni o'zim yuvaman. Amal yuvib berardim. Voy, oyi, nima qilyapsiz? O'zim qilib beraman dedim-ku shu ovqatni. O'zimni ovqatimni o'zim qilaman. Nima unaqa ish qilyapsiz, oyi? Bo'ldi, bor. Nima qilyapsan? Ber, bu yoqqa, bor. Menga berma, o'zimni xonamni o'zim tozalayman. Oyi, nima qilyapsiz? Nima qilganingiz bu? Bering, o'zim shuni artib qo'yaman. O'zim uyim, o'zim tozalayman. Nimaga menga anchadan beri bunaqa kesatuv muomala qilyapsiz, oyi? Menga qara. Mana shu uyga kelib ovqatni ham qilyapsan, kirlarni ham yuvyapsan, uylarni ham tozalayapsan. Mana qaynona qaynotang bo'lmasa ham shu ishlarni uyda qilyapsan-ku. Lekin eringni uyida shu ishlarni qilsang, kam bo'lib qolasan. Qaynona qaynotangning xizmatini qilsang, bo'yning uzilib yerga tushadi. Mana uyimga kelib, meni mehnatimni qilganingdan ko'ra, eringni uyida uni xizmatini qilib, qaynona qaynotangning xizmatini qilib, ularning roziligini olgin. Ering shu bilan xursand bo'lyaptimi? Demak qilishing kerak. Qaynona qaynotang biror ish buyursa, darrov yomon ko'rasan. Alohida yashayman. Men ularning xizmatini qilishga majbur emasman deb, meni uyimga kelib olasan. Mana shu mehnatlarni meni uyimda ham qilyapsan-ku. Noshukur ayol tez uyingdan chiqib, o'z uyingda hurmat, izzatingni bilib o'tirgan. Nafsingga erk berib, uyi qonunlarni o'zgartirmagin. Qaynona qaynotangning xizmatini qilish yoqmasa, baribir meni uyimga kelib shu ishlarni qilasan. Mana ona o'rnida ko'rib, ularni ota-ona o'rnida ko'rmayapsanmi? Fazilatli ayol bunaqa bo'lmaydi. Kelinmisan? Kelinman. Unda bilib-bilib kelinlik vazifalaringni bajarib qo'ygan. Ana, ering keldi. Men chaqirdim. Sen olib ketishga keldi. Har bitta gapim quloqingda qolsin. Boshqa bu xatoni takrorlamagin. Xo'p bo'ladi, oyi. Boshqa unaqa xato qilmayman. Bor. Ering kutib qoldi. Bor.